Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim, vatandoshlarim, obunachilarim. Sizlarning taklif, e'tiroz, izoh va fikrlaringizga asosan juda ko'p menga izohlar yozuviga asosan Surxondaryo viloyatidagi Qumqo'rg'on tumanilik Shoberdi Hojibo'va to'g'risida efir qiling deb juda ko'p marta menga yozilyapti. Shuning uchun shaxsan Shoberdi bu to'g'risida bilganlarim bo'yicha fikr yuritishni lozim deb topdim. Men Shoberdi Hojibovani do'stlarim faqat ijtimoiy tarmoq orqali taniganman. Taniganimga ham shu 5 yil, 6 yildan buyog'i dastlab Qumqo'rg'on tumani hokimi bo'yicha dastlab efirlar qilib boshladi. Qumqo'rg'on tumani hokimi qilgan talon-torojliklari, o'g'irliklari, korrupsion harakatlari, Qumqo'rg'on tumanida ko'priklarning temir turbalardan olib ketilganligi, temir yo'llar ustularidagi muhofaza zonalarida ham do'konlar sotib berib yuborilganliklari bo'yicha efirlar qilib, shaxsan men kabi kishi ham Hoji bobomiz ham Qumqo'rg'on tumanidagi noqonuniy ishlarni aksariyatini fosh qilib, ko'p marta ijtimoiy tarmoqlarda chiqib murojaat qilganlarini eshitganman. Turbalar ustlari chiqqanlarini ko'p ko'rganman. Qumqo'rg'on tumani uchun vatandoshlarim jonini bergan, Qumqo'rg'on tumani xalqi uchun jon kuydirgan, Qumqo'rg'on tuman xalqi yaxshi yashasin, maktablarimiz yaqin bo'lsin, ko'prik qurilsin deya dastlabı shu 5 yil, 6 yil oldin Qumqo'rg'on tumani bo'yicha juda ko'p efirlar qildi. Qumqo'rg'on tuman hokimini nihoyatda ko'p tanqid qildi. Korrupsiya harakatlarini, o'g'irliklarni fosh qildi. Shuning oqibatida Shoberdi Hojibovamizni tuhmat uyushtirib, bo'xton uyushtirib, dastlab turmalarga tiqdi. Bu 165-modda orqali to'lamachilik jinoyati orqali deya xuddi men tiqqan kabi kishini ham tiqib, kishini sarson sargardon bo'lib turmalarga tiqib, undan Termizdan Denovga olib borib, Sariyasi tumanlariga olib borib, baronklar ortib borib, sarson sargardon sudlar qildi, sudladilar. Sud hukmlaridan kishi ham 165-modda yo'q deya oqlov hukmlari bilan chiqib, yana sinmasdan yana dars kurashdilar. Va kurashib hozir ham kurashib kelmoqdalar. Shuning uchun Shoberdi Hojibovamiz hal ushbu kungacha undan o'tib kelib, viloyatda bo'layotgan nohaqliklar, shaxsan Ulug'bek Qosimov Jizzax viloyati shu Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov qilayotgan korrupsiya harakatlari bo'yicha ham juda ko'p holatlar bo'yicha Ulug'bek Qosimov ham shuning orqasidan, Qumqo'rg'on tumani hokimining orqasidan